alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi shaharlik televiziya stansiyasi bilan Vasliyot madaniyat tarqitish sizlarga xizmat qila olganligimizdan intayin xushalmiz. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Men do'stinglar Ro'zaxon Tudaxon. Xo'sh, undaqda bizning hurmatli baholig'uvchilarimizni tanishtirib o'taylik. Ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulazrim Arkal apandim qarshilamiz. Urumchi shaharlik san'at o'mikining kompozitori, ataqli naqshchi Zahir Burhon apandim qarshilamiz. Instituti Muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim qarshilamiz. Xo'sh, undaqda taraf qila vakillarini tanishtirib o'tamdik. Har sanava programmamizda birdan yulduz cho'lpan bo'lib chaqnaydi, shundaq-ku. Uningdan boshqa nava programmamizdagi yulduzlar albatta mukofotlanib meng'iyotdi. Ularga ko'ngil so'g'imiz tovandigicha. Xo'sh, undaqda programmamizning birinchi o'tkiliga o'tib ketamdik. Bo'ldi. Nava programmamizning tunji o'tkili bizning naqshimiz. Almen kaçan vay çungulmen Yarim bilen ey vay tangulmen Yarim bilen ey vay tangulmen Al sözge da dey vay sözü yandurup Derdige derman bulmen Al sözge da dey vay sözü yandurup geldi pelek dağday çür geldi pelek kimin yar sevdiğini aldı geldi pelek dağday çür geldi pelek kimin yar sevdiğini aldı sen kayaktın kilsen Çiraylığım vay gözü kumar Çiraylığım ey vay gözü kumar Al sana tilim ter musun Boynunga astın til tumar Al sana tilim ter musun Boynunga astın til tumar geldi pelek dağday çür geldi pelek kimi aldı dey geldi pelek dağday çür geldi pelek kimi yar sevdiğini aldı dey geldi geldi pelek dağday çür geldi pelek geldi pelek dağday çür geldi pelek kimi yar sevdiğini aldı dey kimi yar sevdiğini aldı dey Unda ko'pchilikka bir salom beraylik.
Assalamu alaikum barliq qarindoshlar. Assalamu alaikum ikral ko'rmanlar. Men ezelden pichaq yurk makan deb tarafdan kelayotgan jannat yer yansardan kelgan ininglar olimjonlar hammangizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Hozir o'qiyapmisiz ukam? Qayerda? Yansarnaylik birinchi o'ttir maktab 2 yil. Voycha, o'ttir maktabda. To'liq o'ttira. Yaş necha? 18. 18. 18 yaşda ikki qiz oldi, usulliq silib oldi yani. O'zingiz yolg'iz keldingizmi yo do'stlaringiz bilan keldingizmi? Do'stlarim bilan keldim. Yurtdan birga keldim-a? Bo'ldi. Enim, sizga utuq tilaymiz. Endi 18 yosh kiribsiz. Oldingizda uzun yo'llar bor. Shu yo'llaringizni mazmun qadam bilan to'g'ri yo'nalishga qarab biz ketishingizga tilakdoshmiz. Bo'lamdi? Bo'ldi, aramag'ashtiring. Undaqda keyingi mayrimizni alqi sadolarimiz bilan sahnimizga taklif qilsak, sahnimizda 2-numurliq mayrimiz. Marhamat. Marhamat. Kolumda kalem, dilimde elem. Yazmak buldum anamga salam. Kolumda kalem, dilimde elem. Yazmak buldum anamga salam. Diyen idim, gel musen can ana. Xat yezishni unutma balam.
Aleyküm assalam. Üzerine bir tomoshabinlar tanıştırıp etken. Assalomu alaykum. Nova programmasining naq maydondagi aziz ko'rinmanlari, baholig'uchi ustozlar hamda ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Men Ili oblastining Tekes noyisidan kelgan Ilyar Erkin bo'laman. Hammangizlarga xushallik yor bo'lsin. Ustam hozircha kesib. O'zim hozir Mashinjan universitetining elektr qurilish kasbining aspirant 2-yilida o'qiyapman. Kelarga o'qishim bitdi. Nova programmamizga siz qanday arzu armonlar bilan keldingiz? Yaqin o'tgan birodar saboqdosh do'stlarim, sen mush Nova sahnasiga bir chiqib baqsang, sening ovozingni ashada bir anglab baqsaq, qanday baholarni anglaysa, deganlik uchun ham shularning madadi ostida, ham shularning qo'llashi ostida bir jur'at qilib kelib baqdim. Hamda mush Nova sahnasidan foydalanib, bo'libmi ota-onam madad bergan shularga hammasiga rahmat aytaman. Rahmat tilaymiz sizga. Aramaqashtiramsiz. Bo'ldi. Ma'qul. Bo'ldi, undaqda 3-numurlik mayirimizni alqish sadolarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Assalam. Xo'sh, ko'pchilikka bir salom berib bilan oldi bilan. Assalomu alaykum, azizim Allah, shundaqla ekran oldidagi ko'rmanlar 3-numurlik Mayir Asimgildan har qaysinglarga o'tliq salom. Nima hozir nima ishlarni qilyapsiz? Nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Men musiqa o'qituvchisi. Qayerda? 52 boshlang'ishda. Urumchi shaharlik 52 boshlang'ich maktabda san'at o'qituvchisi. Shundaqmi? Adat bolalarım işte mikrofon bilan gap qilamsiz, bulayım alda. Albatta shundoq bo'ldi-da. Gap olmaydigan bolalar-chi. Eng ochig'ingiz kelib ketganda qanday gap qilasiz? O'zim yig'layman. Ular meni hargiz ochig'imni keltirmaydi. Eng ig'ir gap qilganingiz qanday gap bolalarga? Eng yaxshisi o'zinglarni bilinglar, deyman odatda. Asliyanmidi? Men shunda qiynab baqsammi, ilqib bolalarga o'zing vaqagan yoki bolalarning o'zini bek qapqagan holatni asliyanmidi? Demak, bolalarga haqiqiy mehrini bergan bir o'qituvchi ekan deb o'ylab qoldim. Ishlaringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Rahmat barliq ustozlar, japat atdinglar. Aramag'ashtiring amsa, qutlug' tilaymiz sizga.
Endi keyingi mayrimizning sahnimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Süzük sula keldi tuğan silinlar Kızıl alma ikip geldi sizi bilinlar Kızıl alma ikip geldi sizi bilinlar Ama küzlük bilen yürsem görelmidinlar Yıraklağa İlip gitey hayran kılınlar Ama küzlük bilen yürsem görelmidinlar Yıraklağa İlip gitey hayran kılınlar Yırak yırak çöllege güllerini desem Kuma küzlük şu yarımga künlümünü versem Yırak yırak çöllege güllerini desem Kuma küzlük şu yarımga künlümünü versem hayran kılınlar Şu bahçede gülzarda oynasam külsem Düşmanlarım hasretine hayran kılınlar Yar veslige yetke çağda bulay pervane Ay divane Yar veslige yetke çağda bulay pervane Sen yarın değil ayrılsam bulay divane Sen yarın değil ayrılsam bulay divane Muhabbet şkiyemini taşlısa çölge Şunda minin öter günüm yığlap sersane Muhabbet şkiyemini taşlısa çölge Şunda minin öter günüm yığlap sersane Muhabbet şkiyemini taşlısa çölge Şunda minin öter günüm yığlap sersane Şunda minin öter günüm yığlap sersane Xo'sh, oldindan ko'pchilik salom berib bilan qolgan gaplarni il deyishaylik qanda. Assalomu alaykum. Yangi nava programmamizga barliq qarindoshlar. 4-yillik Mayri Nurali Azizdan amala o'tibsan. Hozir nima ish bilan shug'ullanasiz? O'qiyotmisiz yoki Vaqtliq restoran ishlatyapman hamda. naqsh aytamsiz? Buni o'rlab o'qishga san'at maktab imtihon berdim muqomga. Uy. Chaqiriq kutib o'tiryapman. Xo'sh xabar kelgan vaqtda Navol program gruppasiga xo'sh xabarni yetkazishni unutib qolmang-a. Programmamizga qanday go'zal hissiyotlar bilan qadam bosdingiz inim? Yetersizlikni bosib ko'ysam deb shu sababdan Navoga keldim. Yetersizligingizni jiqroq ko'rsatib qolsa, ranjish ahvollari Men uchun yaxshi shu. yaxshi psixik sapo bilan qadam tashrif qilibsiz Navoga. Unda bo'lsa sizga utuq tilaymiz. 5-numurlik mayrimiz sahnaga chiqish oldida turyapti. Qiling, marhamat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum Nahmadandagi barcha aziz qarindosh tomoshabinlarimiz, bag'ilg'ichi ustozlarimiz, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Qashqa Yangi Narisidan kelgan Anvar Turakdan o'tliq salom. Haqiqatini angladingiz Anvar. Bu Anvarning bir necha plastikasi chiqqan. Shundaqmi Anvar? Naqsh plastikasi. Men bir ishki uchun anglagan. Masalan, taqdir, jononim, Ana sirtin Allah. ona sirti, sap muhabbatlik. Siz aytgan shunda urush jidal yo'q-a odaylarda. Ba, bo'g'ishib qolganlarim bor. Bo'yingiz Buyum egizga. 100 metr 92 km. Bo'yingizning egizligimi o'zingizga nisbatan bir boyliqda hamda ya. O mahalladagi qo'shnilarimda egiziyat birini olsa olamiz min to'laydi. Egiziyat. Bek tez gapdan birini dedingiz. To'g'ri, ammo Egiz bo'yi egiz bo'lganlikni har tarafdan tasvirlashga bo'ladi-chu. Lekin bu qarindishimiz mahalliklar egiziyatiga bilan olamiz min to'laydi deb bo'yining egizligini yaxshi ishlarga, boshqalarga yordam qilishga ishlatadiganligini ifodalab berdi. Bu eng yaxshi ta'birda bo'yining egizligiga berilgan. Odatdagi vaqtlarda uyingizga yo'linib o'tirdi emasman Anvar. Bak, uyingizga qalan tushirib yetib mana. Lekin o'g'izga chiqolmayan beshim qaydi. Endi o'zingizniki navosakimizga qadam tashrif qilishdiki, sizning arzu armonlaringizni anglab boqimiz ba. Naqshlarım yo'qdigan odamlar talab fikr berdi. Ben sanasida bir necha naqshingizni anglınız batdi dedi. Lekin men Qashqardan yolg'iz keldim. Billi bir şey bir qo'llab, chavak urib, qilsang oldi desam, bizda ishin oldi ko'rib o'tirib bak chalimiz chavakni berib o'qiyveraman. Beraveradi dedim. O'zingizni yolg'iz his qilmay, shu do'stlarimning hammasi men bilan keldi deb o'ylang. Shuna hozir shu Nahmaydondagi barcha tomoshabinlarmi men uchun nurg'on qiyoqas yo'qan soldi. Men yolg'iz emasman deb To'g'ri. faxrlandim. To'g'ri. Rahmat. Naqshingiz shunday yaxshi ekan, sizga utuq omad tilaymiz. Xo'sh, undaqda bizning 5-umrlik mayrimiz naqsini aytib bo'ldik. Qolgan mahirlarimizni sahnimizga taklif qilsak, baholig'uvchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini birlikda anglaymiz. Qiling, marhamat. Birinci numaralı Mayer'nin avaz tüsü yaxşıken. Avazınınki yukarı tüyen kısımları tekşi. Yani dikkat kıldığın taraf sahnedeki kıyafetinin kandak buluşunu düşünüş gerek. Yani bunu biliş gerek de sahneye çıkanken çokum, nakşçı, mağrur, kızgın hissiyat bilen. Lakin illik çıray alette sahneye duruş gerek. Şununla müşterepte dikkat kıtkesiniz buldu. İkinci numaralı Mayer'nin avaz dairesi keng, müzik sezimçallığı güçlük, müzikil hissiyatını birleştirişi, nakşı bilen nefesini birleştirişi. Yani nakşının mühim alaylıklardan biri olan dinamiklik yani taraflarını ifade kılışım yaxşı oldu. En dikkat kıldığın taraf avaz şaraytınız şundak yaxşıken. Siz çokum özünüzge xas olan avaz tüsü bilen nakşı etişiniz gerek. Sizge yani istiqbal avazınız, avaz şaraytınız yaxşıken. Üçüncü numaralı Mayer avaz tüsü, caranlık, sözlük, avaz dairesi keng. Müzik sezimçallığımı ötkürken. Yukarıda Tursun Kadir müzikisini yazgan güzel Qashqa namlıq naqşını, şu naqşının müziklik alaylarıga maslashgan halda naqşının sözlerini elishi yaxshi, naqşının müziklik xususiyatlarini ifodalashi aytdi yarqin bo'ldi. Naqşını haqiqatan yaxshi icra qildingiz. Rahmat. 4. numaralı Mayer'nin avaz tüsü yakımlıq sözlük, müzik sezimçallığım yaxşı. Naqşının sözlerini elişiniz, sahnedeki kıyafetiniz mi yaxşı? Dikkat kıldığın taraf, bulupmamış Kızıl Alma namlıq naqşıda bolğan merdane ama inçiki müziklik oyuntuşlarını teximi yarqın ifadeleşke tirişin. O çağda naqşınız teximi yaxşı gitdi. 5. numaralı Mayer'nin avaz dairesi keng, müzik sezimi yaxşı, avaz tüsün yakınlık. Yukarı naqşını yaxşı icra kıldı. Talep avazını teşiği iştirip çıkış cihette teximi tirişip məşq qilishimizni ümid qilman. Hammanlarga omad yor olsun. Birinci numaralık mahirimiz Alimcan Xilil. Avaz dairiniz tarraq, avaz tüsünüz tutuqraq. Lekin yıqımlıq avaz. Müzik sezimingiz mi yaxşı ekan, naqshini o'rinlash, müziklik hissiyat jihatlarim yaxshi. Endi sizdeki mening his qilgan yetersizlik, sahnedagi kayfiyat tuvan. Qizg'in emas. Undan boshqa mushu badan tutish jihatimi? Badan tashlab etilgan sahnada mazmun ko'tarangu badanni tek tutib turishimiz kerak. Omad tilayman. Rahmat, rahmat. 2 numaralık mahirimiz İlyar Erkin. Avaz tüsünüz yoruq, sadaliq,
Avaz şaraytыңızmı yaxşıke? Onun üstüge tanlagan naqşыңızmı avazыңızga moslashibdi? Naqshidagi muzikalik hissiyatning ifodalanishimi dal joyida bo'ldi. Omad yer bo'lsin. Rahmat. 300 nomerlik mahirimiz Asimgül Yasin. Avazınız torba, tipik ayallar yuqori avazga tava avazken. Şuna anlanıp durdu, tanlagan naqşыңızmı xilil qiyinlik darajasi bor, murakkab udarliq naqsha. Naqshini xilil yuqori mahorat bilan o'rinladingiz. Sizga taklif, mushu o'ttir avaz rayonungizni texmo kuchayting. Omad yer bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. 400 nomerlik mahirimiz Nur Ali Aziz. Avazınızmı bay dep ötdi abliskam. Jaranglik, torba, dairesi keng avazken. Muzikalik sezimingizmi alaydı yaxşıken. Omad yer bo'lsin. 500 nomerlik mahirimiz Enver Türek. Avazınız gerçi dairesi keng bo'lmasimi, lekin ta'sirlantirish kuchi bor. Yiqimliq avazken, naqshidagi muzikalik hissiyatni asosan yaxshi ifodaladingiz. Hammanglarga omad yer bo'lsin. Rahmat. Rahmat Emragül muallim. Birinci numaralık mahir. İnim nakşin obda okudunuz, heli küçepsiz, köptürüşüpsiz. Avazınız boğukken de. Bunda buluşudaki sebep, sizin nakşinizga tenkeş kılıngan muzika, diki köy avazınızga düşmepti. Sel yukarırak tanışılıp kaptı. Onundan sel tövenrak köyde nakşi okun. Menimce sel ciddiyleşip kapsız hem de. Muhabbet dileyim sizge. İkinci numaralık mahir Eliyar Erkin. Yaxşı avaz, çin hissiyat. Bunun sebebi menimce nakşinin köy igizligi del düşken avazınızga. Toğır tanlapsız köy igiz. Rahmat. Ben şu bayan ustazlarınız tekitleyen sözünü yani tekitleymen. Biz sahnede Eliyar Erkin'in nakşılarını anlaşka kuşlarınız. Herkes başkalarınkini emez. Muhabbet sizge yer olsun. Üçüncü numaralık mahir Asimgül Yasin. Avazınız jaranlaq, dairesi kengri, toluk hem tok avazgen. Benim teklifim sahnede erkinrak bolun. Ondan aytıvatkan naqşınızga kökün. Teximi içi kirin. Tekis neymi davatıdı? Muzikалық til neymi davatıdı? Muşun obdan tahlil qilib, hareketini şununla selip, köküp okusunuz. Yaxşı avaz, yaxşı hareket, yaxşı hissiyat. Şunun olan 100% boludu. Bo'ldi, rahmat. Muhabbetleymen sizge. 4. numaralık mahir Nur Ali Aziz. Avazınız yakınlıqqa, yaxşı avazken, berketlik, qadirlik aziz yurt atışten, muş atış xalq naqşlarını okup tonulgan sanatkarlar xili bor. Amma ijodiy naqshlarni o'qib tonlayotganlar ancha ko'p emas. Siz bundaki mushu kam bo'shliqni to'ldirish uchun ko'proq tirishsangiz, o'zingizga xos bo'lgan bir yo'lni tep chiqib kelgusida sizin bir nurliq cho'lpon bo'lib qolsangiz ajab emas. Sizga muvaffaqiyat tilayman. 5. numaralık mahir Enver Türek. Avazınız boyunuz bilan teng bakan xili kengri avazken ha bu. Avazınızga yeterli kuch bakan sizdi-chu. Kuch. Ama avazınız boğuq turdi. Bunun sebebi meningcha siz naqshining she'rini talaffuz qilganda eg'izni kengri, to'liq eshing. Yana birisi nafasni erkin, ravon bering. O chaqda avazınız uchuq, jarangliq chiqadi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat Sayırka. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimiz bir paraz qilib baqan bo'lsa, 5 nafar mayirimizdan zodi kim bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladigandir. To'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stimizga albatta mukofot bo'yimiz bor. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Urumchi sarkarda kiyimlarini maqsad etish to'kin ta'minlagan sarkarda markalik kiyim va Shinjang O'ztürk xalqaro so'lchak sherik ta'minlagan ipak sharflar bilan mukofotlaymiz. Menimcha 2 nomerlik mayirni haftalik yulduz bo'lamdiki deb o'ylayman. Menimcha 3 nomerlik mayir haftalik mayir bo'lamdiki deb o'ylayman. 5 nomerlik mayir haftalik yulduz bo'lamdikin deyman. 4 nomerlik mayir chempion bo'lamdikin deyman. Menimcha 1 nomerlik mayir haftalik yulduz bo'lamdikin deyman. Qani undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguchi do'stlar, eng oxirgi tanlash huquqining yanada naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar deshganligi hammamizga ayon. Qani undaqda odillik prinsipi bilan, mas'uliyatchanlik bilan o'zinglar naqshini eng yaxshi aytdi deb qargan mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini to'qsimasdan to'lsanglar bo'ladi. Bilet tashlash başlat 3 2 1 Hay mahirlar, qani natijalarni ko'rib beqinglar. Xo'sh, muborak bo'lsin. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatga o'tgan mahirlar to'yanga tushib aramaga tursanglar, keyingi o'tkalga tayyorlik qilish tursanglar bo'ladi. Marhamat. Nimlandingiz basaqam? Qo'ynondan Sixonjonga deb hammamiz chempion bo'lganlarning hammasi bizning qarindoshlarimiz bo'lgandan keyin biz yana ular xush. Voyjon. Pelvan mana. Mana yigit degan.
Naq bir nimani chugib qaytini yasaydi. Ha, rasmiy bek ta'sirlandim jimo. Qo'ynimdan tushsa qo'ncumga degan gapni burun anglagan, bugünkidek suyimlik anglatmapti ekan so'z. Respekt ta'sirlandim jimo inim. Yaxshi natijadan qo'lga keltiring. Bo'ladi. Rahmat inim, rahmat. Siringiz utuqlik bo'lsin. Rahmat. Bizning naqshimiz o'tkilimiz muvaffaqiyatli tamomlandi. Undaqda ikkinchi o'tkilimizga o'tib ketamiz. Navo programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz. Obro'ydi ko'klaydigan kunlar bor. Kulib turib yig'laydigan kunlar bor. Kunlar bor. Kulib turib yig'laydigan kunlar bor. Derizanni omad kirib cheksimi, uxlabgini bilmaydigan kunlar bor. Derizanni omad kirib cheksimi, uxlabgini bilmaydigan kunlar bor. Gayesini uxlab keler halaler. Gayesini yoklab gider cefader. İhan bulup derip basan zıra, dert almaysa gülmeydigan kunlar bor. İhan bulup derip basan zıra, dert almaysa gülmeydigan kunlar bor. Tura olmasdın ata-anam peşida. Seni çünkü harduk yetken yaşida. Seni çünkü harduk yetken yaşida. Ağrıp kalsa pervane bu peşide. Uzun ömür var. Ağrıp kalsa pervane bu peşide. Uzun ömür tileydigan kunlar bor. Uzun ömür tileydigan kunlar bor.
dersi kunduz ayının keynide yıldız men seni vay sığınğanda şıglayman üzem yalğız vayda men seni vay sığınğanda şıglayman üzem yalğız vayda Seherde uy bunadır men Zlandek tu bunadır men Seherde uy bunadır men Zlandek tu bunadır men Muradım gava yetemem de Yemge yal uradur men Vayda Muradım gava yetemem de Yemge yal uradur men Vayda
yerken dünya. Parvoz basqıçı muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mayırlarga mübarek olsun. Şunda yaxshi nomerlarni o'rinlab berdinglar. Bizning maqsadimiz sizlarning sahnadagi qiyofat, ovozinglardagi ortiqchiliklarni, kamchiliklarni ko'rsatib berishdan sirt, bundan keyingi san'at hayotinglardagi nishonni to'g'ri bekitib olishinglarga yordam qilish orzuyimiz bor. Ikkinchi nomerlik Mahir. Ovozingizda haddidan ziyoda kekirdakka yo'llanmang. Bunda qilsangiz kelgusida ovoz pardangizdan chataq chiqib naqsh o'qiyamaydigan bo'lsa. Ovozni eng to'g'ri bir taraf qilishning usuli cho'nqur elingan nafasning kuchi bilan ovozni sirtqa chiqarish. Bayağı ama ikinci kıtım okugan nakşınızda ovozni haddidan ziyoda kekirdakka yo'li bilish xohishi bor. Bunda qilsangiz keyin naqshchi olamay qolsiz, ovoz pardingiz yitilib ketib qoldi. Shuna diqqat qiling, ha? Üçüncü nomerlik Mahir. Sizning ovozingiz tipik Uyg'ur milliy kuy sistemasiga tava ovoz. Meningcha siz yanada xalq naqshisi o'qing. Taklifim shu. Bo'ldi, rahmat. 4-nomerlik Mahir. Tomoshabinlar yaxshi ko'rdi ekan deb naqshining hammasi tanlamay o'qiyversangiz, keyin ash tomoshabinlar sizni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldi, juma. Sizni siz qilib turdig'ini ham bundagi san'at hayotingizdagi birdan-bir chiqish yo'lingiz o'zingizning xoslig'ini saqlab qolish. Esingizda bo'lsin, ha? 5-nomerlik Mahir. Rost gapni desam, nima deyotganingizni faqat bilmadim. Bundaki naqsh o'qisangiz, tekstni yemirib, to'g'ri talaffuz qilib, aniq chiqarib bering. Mushu nuqtaga ko'proq diqqat qiling. Bo'ladi. Hammanglarga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Rahmat Zahirka. İkinci numaralıq mayırımız İlyar Erkin. Kimler ba namlıq həmimizge tanışlıq bolğan naqşını ep kepsiz. Dutanımı yaman emas, yaxşı çalı dikensiz. Muzikatlarımı yaxşı maslaşdı. Biroq, mening es qilganim mav basqichdagi ovozingizning tusi bilan birinchi basqichdagi ovoz qat'iy o'xshamadi. Demak, ba basqich tanlagan naqshingiz ovozingizga moslashmabdi. Sababmi shu? Şuna keyingi basqıçlarda mush tarafga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. 3-nomerlik Mahirimiz Asimgul Yasin. Yar dema nomli usulliq naqsh ep kepsiz. Naqshining mazmuniga asosan harakat qildingiz. Lekin ko'rinishda bu basqıçda siz faqat usulni ko'rsatmoqchi. Ovozni chunki biz birinchi basqıçda anglab bo'lgan shundaq-ku. Lekin yana ma basqıçda usul asos emas, yanala ovoz asos angladi. Chunki naqsh ko'p. Endi lekin mening yanala sizga taklifim Bay Zahirkam degandek siz yanala xalq naqshlarini ayting. Uning ustiga ma basqıçda kiygan sakni kiymingiz toza usul o'ynashga sal afsizroq ko'rindi. Harakatni toza ichib, joyiga yetkizib, ochib unda o'ynamadingizda sal qo'rinish bor. Shunga mush sakni kiyimining sababimi? Shunga yanil taklifim xalq naqshisi o'rinlang sizga eng moslashadigan, eng tushadigan yana shu. Omad yor bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. 4-nomerlik Mahirimiz Nur Ali Aziz. Qaşning qarisi namliq naqsh ep kepsiz. Sizmi naqsh etishdan boshqa dottar chilib naqsh etishdek mahoratingizni ko'rsatdingiz. Ma basqichdagi naqshingiz bayqi qaraganda ovozingizga moslashibdi. Ovozingizningki to'rini, tusini xil to'liq aks ettiribdi. Sizga omad tilayman. 5-nomerlik Mahirimiz Anvar Turak. Sizmi boshqa mahirlarga o'xshashla dottar chilib naqsh etishdek alayligingizni ko'rsatdingiz. Lekin mening his qilganim dottar chelish bilan naqsh etgan ovozingizning moslashchanligi toza yetarlik emas. Sel dottarning udarda azroq bilinmas egiz pastlik bor. Shunga keyingi bosqichlarda mush taraflarga ko'proq diqqat qiling. Hammanglarga omad tilayman. 2-nomerlik Mahir özünün hamrohlari bilan dutta chelish mahoratini ko'rsatdi. Shundaqla Kulla bor nomli naqshini ijro qildingiz. Bu jarayonda dutta chelishingizmi asosan yaxshi. Endi naqshini yaxshi tanlayapsiz. Oldin qitimdagi naqshingizda o'zingizning ovoz sharoitini shundaq yaxshi namoyon qilgan. Ma naqshi ovozingizni texim to'liq namoyon qilishda ojiz bo'lib qoldi. Naqshchilar cho'qim o'zining ovozini to'liq namoyon qila oladigan naqshini tanlash kerak. Ko'proq naqshini anglab, o'zingiz mos kelgan naqshlarni tanlashga tirishing. Bo'ldi. 3-nomerlik Mahir. Baya Emragülmü deb aytdi. Ya usul oynaydigan naqshini usulni tanlamabsiz. Endi buni nima deb ataymiz? Endi shu naqshiga mos kelgan harakatlarni qildingiz. Lekin usul o'ynagan bo'lsangiz nayt yaxshi bo'ladi. Men Emragül Zahirlarningki fikri qo'shilaman. 4-nomerlik Mahir aldı bilen sizningki bizning mushu unutilib ketilayotgan naqshalarimizdan birini sahnimizga akapsiz. Bu tarafınız nayt yaxshi. Men xo'sh oldum.
Çünkü nurgun nakşılarımız, xalq nakşılarımız unutilib ketayotidi. Nurgun mayırlar aytgan nakşılarni, boshqa mayırlar aytgan nakşini qayta aytib kelyotidi-da, siz yangi bir xalq nakşimizni sahnaga olib chiqibsiz. Bu tarafingizne alqishlash to'g'ri keldi. Mushuna ko'proq xalq nakşılarini izlang. Bu bizning Navoiy sahnamizning talabi, tomoshabinlarning talabi. Çünkü yangi ko'milib ketayotgan nakşılarni anglashga bütün tomoshabinlar intizor. 5 numurluq mayır, dutta çelish mahoratingizni ko'rsatdingiz. O'zingiz xos mahoratingizni yaxshi namoyon qildingiz. Endi bir masala bor bu yerda. Mushu naqshining mazmuni tarafda, ya'ni tomoshabinlarga pokiz tarbiyaviy ahamiyat bera oladigan taraf sal ojiz. Mush tarafiga diqqat qilish kerak naqsh tanlaganda. Mush tekstning mush tarafi sal tushuniksiz kishilarni o'yga soladigan bir mazmun paydo bo'lib qoldi. Bu taraflarga diqqat qilsak bo'ldi. Qani hammanglar keyingi bosqichga o'tishinglarga Rahmat. muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Abuzga. Xo'sh, undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, odillik prinsipi bilan, mas'uliyatchanlik bilan, astoydillik bilan o'zinglar eng yaxshi ko'rgan, talantini yaxshi joriy qildirdi deb qaragan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Buludu mayırlar neticelerini körüp yıkınlar. Keyinki ötkelgi muvaffaqiyatli ötken mayırlar mübarek bulsun. Qani, keyinki ötkelgi tayyorlik qilishtiringlar. Marhamat. Xo'sh, Eliyar. Endi natija muhim emas. Endi shu fursatda endi ko'nglingizdagi bir deydigan yurak so'zlaringizni bir aytib olgin. Hamma tomoshabinlarning naqshamni yoqtirib anglaganligiga rahmat aytaman. Ustozlarimiz degandek, men shu naqsh tanlash, o'zimning ovoziga tushadigan naqshlarni aytish jihatda bakrak o'ylashib, baqsam, o'rganib baqsam, fursatlar bo'lsa, shu naqsh sohasida shu ustozlarning bir qanday o'rganish jihatini bir ta'limdan olsam, texmo baxtli his qiladim o'zimni. Buludu. Qarşamda. Vaqtingiz bo'lgan vaqtda shu hurmatli ustozlarimizni, bog'liqchilarimizni izlab borsangiz, menimcha sizga texmi yaxshi taklif fikrlarni berib, olg'a ilgirlashingizga madad berdi deb ishonchimiz bor. Bo'lamdi? Oldu, rahmat. Hammangizga rahmat. Sizga utuq tilaymiz, kam davomli xushal turing. O'rganishingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Buludu. Alqi sadolarimiz bilan uzatib qo'yamiz. Rahmat sizga, Navoiy akimizga yana kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Xayr xo'sh Eliyar. Buludu, bizning parvoz o'tkilimiz muvaffaqiyatli tamomlandi. Undaqda biz hammalar eng yaxshi ko'radigan o'tkilimizga o'tib ketamiz. Navoiy programmasining 3-o'tkili Qarindoshlar. Marhamat.
Qarşılamız. Həmkarlaşıqçınızı bir tanıştırıb etəmsiz. Mening yaxshi kasbdishim Abduqahar. Qarşılamız siznimi? Qani ko'ngil so'zingizni bir aytib baqamsiz. Yaqin hamkorlashuvchimniki bundan keyingi ijodiyat ishlarini texmi o'ngishliq, tanining salomat, umrining uzun bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Bugun әпкәгән нақшаңларныңки нақ мәйдандагы тамашбин достларның, баһалыгычларның яхшы көрүшүгө erişidiganлыгыга ишенчиңлар бармы? Ishonchimiz bor. Ishonchimiz bor. Buludu aramag'ashtiringlar, utuq tilaymiz sizlarga. Puldu rahmat. Xo'sh, undaqda keyingi mayrimizni sahnimizga taklif qilsak, qarindoshlar bilan cho'qim yaxshi nomerlarni olib keldi. Alqish bersak, qani marhamat. Marhamat.
sizler yigitler qarshi olamiz. Qarindoshlarıngiz bir tanishtirib o'ting. Bu üçlü Ben mi tanımayım ha yana? san'at institutida o'qiydi hozir. Uchlaysizmi? Ha. O'zinglar bir tanishtirib o'tamsizlar. Faqat mikrofonni. Ism familiyanglar ne? Assalomu alaykum qarindoshlar, mening ismim Muzaffar, yurtim Atishdan bo'ldi. Jang san'at institutining muqam o'rindosh kasbida o'qiyman. Qarshi olamiz faqat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomoshabinlar. Men o'zimning yurti Ma'rifat Beshik bo'lgan Atish diyordan Ben san'at institutining to'liq 2-yillik sata o'rindosh kasbida o'qiyman. Rahmat. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, men Xulji shahridan san'at instituti muzika o'rindosh tambir kasbida o'qiyman. Qarshi olamiz. Unda o'zi bular bilan hamkorliginglar mushu Navoiy uchun bo'ldimi? Ilgirma hamkorlashib baqqanmi? Uning oldidami yaxshi o'tadigan. Mening mas Navoiyga kelishda oldidan shu ota-onam qo'llagan. Ikkinchidan mas shu og'inlarim shu. Bo'ldi, endirim sizlarga utuq tilaymiz. Qani, aramag'ashtiringlar, rahmat. Rahmat. Xo'sh, undaqda qarindoshlar o'tkilimizda eng oxirgi mayrimiz sahnaga chiqmoqchi. Ko'pchilik bir olqish bergan bo'lsa, bu mayrimiz qarindoshlar bilan qanday muratganlikin? Marhamat. Marhamat. Qarindoshingizga bir tanishtirib o'ting. Mening bu qarindoshim o'zimning navrisingizni Makitdan meni qo'llab. Yaxshi o'pdi. İsmi Amin. Qarshi olamiz. Navrakingizga madad bergil kapsiz-a, singlim. Sizning ishkalimiz o'zingizni anglaylimi? Akamning bundan keyingi bosqichlarining muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Shundaqla bugungi mushu bizni qo'llab-quvvatlab kelgan barliq qarindoshlarimizga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Akanızın naqshlarını yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Masalan, boya aytgan naqshlarning ichida yoki burun aytgan naqshlarning ichida qaysi naqshni bekrak yaxshi ko'rsiz? Qandaqroq naqshlarni? Hamma naqshni yaxshi ko'raman desam bo'ldi. Ma javob o'lchamlik javob-a.
Numur tatmaydigan, ya numur qo'shilmaydigan bir javob bu. Chunki akamni eldan qalbidagi to'nilgan bir cho'lpon deb hisoblayman. To'g'ri. Bo'ladi. Bir odam uchun o'zining yaqinlarining, qarindoshlarining, urug' tuqqanlarining, do'st yaranlarining qalbidagi o'rnining yuqori bo'lishidan ortiq mukofot, uningdan ortiq xushallik, baxt bo'lmasi kerak. Bo'ldi, unda bo'lsa, utuq tilaymiz sizlarga. Rahmat. Aramag'ashtiring. Rahmat sizga. Qarindoshlar, o'tganimizda eng oxirgi mayrimiz nomerni o'rnab bo'ldik. Qolgan mayrlarimizni taklif qilamiz, marhamat. 300 numurluq mayrimiz Asimgül Yasin. Qerindishingiz bilan So'lari Suzuk nomli naqshini ip kepsiz. Bu naqshimi ovoz doirasi kam, ovoz o'rni yuqori naqsha xilli qiyinlik darajasi bor. Ishkanlar shunday yaxshi moslashdinglar, ovozinglarning tusimi o'zaro yeyishibdi. Undan boshqa shu sahnada kelgan kiyiminglarmi shunchalik yaxshi moslashgan. Umumiy jihatdan yaxshi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 4. numurluq Mahir Nur Ali Aziz. Obda aytdingiz, mana naqshining agitmalarini, nayt inchkiyalarini to'g'ri obda aytdingiz, naqshini obda aytdingiz. Ammo shu qiyofatga diqqat qilib kelsangiz, boshqa narsa yo'q. Muvaffaqiyat tilayman inim. 5 numurluq Mayır yuqorida Mashrab nomli naqshini ijro qildingiz. Naqshi yaxshi bo'ldi. Bu sahnaga ikkinlar chiqqan ekansizlar, birisi usul o'ynayotdi. Garchi singlingiz bo'lsa-mu, usul o'ynayotganki sizga shu natijalik bo'lish uchun mahoratingizningki, nomeringizning texim muvaffaqiyatli bo'lish uchun sizga ajr singdiryotdi. Shundoq bo'lganki, siz qilchimi moslashib bermadingiz. Asli sahna talabi ikki odam chiqadi ekan, cho'qim moslashib berish kerak. Bo'lmasa uninki rol bo'lmay qoldi-da. Shuningga mush tarafda ojiz kelib qoldingiz. Buningdan keyin tirishing bu taraflarga. Qani hammanglar Rahmat. ne tomoshabinlar o'zi bog'laydigan. Qani taras qilib beqing. Mahirlarimizdan qaysi mahir bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? Haftalik yulduz bo'la oladi deb qaragan mahiringizning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llasangiz, balkim bu haftadagi talaylik abon siz bo'lib qolishingiz mumkin. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, qarindoshlar o'tganimizmi muvaffaqiyatli tamomlandi. Qaysi ikki mahirimiz haftada bir yulduz o'tganimizga o'tadigandu? Kanalni yo'tmay birdam saqlab turing. Qisqa e'londan keyin natijasini tan ko'ring. Programmasi. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, qo'lingizga elektronlik bilet tashlag'ichni ilib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga adillik prinsipi bilan, mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Haftada bir yulduz o'tkilimizga muvaffaqiyat o'tgan mahirlar muborak bo'lsin. Qani tayyorlik qilishtiringlar. Ben bu navağı bir neçe nakşamda okup ben bilen birlikte gelgen sağlamda bir meydan usul oynaşqa teklif qilib oldim bu. O'zi cho'ng. To'g'ri. Men uchun sharaf. To'g'ri. Sizni ayt ko'ngil ozodligi bilan kelibsiz navoga. Shunday sizda bisim yo'q shundaqmi? Ajab yaxshi. Mushundaq psixikalik holat bilan kelib, mushundaq psixikalik holatda biz bilan xo'shlashganda biz andin moyirlardan xotirjam bo'ldik ekanmiz. Rahmat sizga. İşleriniz oңushli bo'lsin. Sizga xushallik tilaymiz. Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, endi biz eng oxirgi o'tkalga o'tib ketamiz. Bu o'tkaldan keyin bizning bu haftalik yulduzimiz maydonga keldi. Nava programmamizning eng oxirgi o'tkali haftada bir yulduz.
kuruksuz ayrılmaylı kara küz Alvayda bey ayrılmaylı hırma İki nefer mayırımız en ahırkı ötkelde nakşlarını eğitip oldu. Programımızın baş kısmında muş iki nefer mayırımızın heptilik yıldız bulalaydı da peraz kılan iki nefer tamaşbın dostumuz kayada otadıkin. 3. numurluk mayırımız bilen 4. numurluk mayırımızını Toğru peraz kılan tamaşbın dostumuzni Ürümçi Serkerda kiyimlerini məxsus etişdikini təminləyən Serkerda markalıq kiyim kecek ve Öztürk Xalqara Soda Çeklik şirketi təminləyən Yipek Şarpıla bilen mükafatlayımız. Ondaqda zadi kimnin pərzi toğru çıqıdığandı. Aldı bilen Tarat Qula vəkillərinin qaysı mayırımız üçün qoludaki qimmatlik 10 numurunu verişini xalaydıqanlığını görüp baxımız. Bizim 3. numurluq mahirimizға bilet taşlaşını xalaydıqan Tarat Qula vəkilləri. Qenin taxtımızı götərsək. 1, 2, 3, 4, 5 mübarek olsun 50 numar. 50 numar. 4. numurluq mayırımız üçün bilet taşlaşını xalaydıqan Tarat Qula vəkilləri 1, 2, 3, 30 numar mübarek olsun. Tamaşbınlar bilet taşlap boğandan keyinla bizim bu haftalık yıldızımız meydana kelidi. Haftalık yıldızımız Arzu Soda Çeklik şirketi işlep çıkargan, körünüşü körkem tok teceydiğen Arzu markalık tonlatqı bilen mükafatlayımız. İkinci boğan mahirimizin bolsa, Şıkman Hakim Biopen Texniki Çeklik şirketi təminləyən aksıl talqını ve köp xil vitaminlik aksıl talqanları bilen mükafatlayımız. Eğer haftalık yıldızımız aylık musabıqıga kirib, aylık musabıqıda aylık yıldız bulalısa, onunla berdiğen mükafatımız mı katta? Arzu Soda Çeklik şirketi yeni texnika bilen işlep çıkargan avtomatik kir algı bilen mükafatlayımız. Ondaqda, naq meydandaki qadirlik tamaşbın dostlar. Muş fırsatda programımızı yakından kollagan Ürümçi Qutyar Pen Texniki Taraqqiyat Çeklik şirketiga, Ürümçi Rulla Soda Çeklik Məsuliyet şirketiga, Ürümçi Divan Ayaq şəhərçisi 3. qavatdaki Muxlisa Gülçilikiga, Mahirlerimizin çaş ve girme için ecir sındırgan Tinç Okyan Kasbi Terbiyeleş Mektibiga, şundaqla riyasetçilerimizin çaş ve girme için ecir sındırgan Xırşın Güldeki Uduldaki Tuyğu Toy Girim Toy Süretçilikiga çin könglimizin rahmet etimiz. Şundaqla er riyasetçilerimizin kiyimini təminləyən Yolluq kiyim kiciliğe rahmet etimiz. Rahmet sizlərə. Hoş, Mehmedan qadirli tamaşbın dostlar, ekran aldırki televizor köygüç dostlar, körüp atqınыңlar. Ürümçi televiziya stansı bilen Veslivot Medeniyet Tarqıtı şirketi birlikte uyuşturgan, Çin Nuri Biopen Texniki Çeklik şirketi alahida qollagan Yeni Nava programısı. Bizning en ahırkı ötkilimizde şikki mahirimiz naqsını eğitip oldu, Tarat Qula vekillerimi pozisiyasını bildirip oldu. Amma hamimiz bilimiz en ahırkı tallaş hukuki, yanıla naq meydandaki qadirlik tamaşbın dostlarımızda. Ondaqda mesuliyetçanlık bilen, adillik prinsipi bilen, bu haftalık yıldız bozu buludu dep qarıgan mahirga bilet taşlaşını başlasınız buludu. Bilet taşlaş jarayonida özünüz yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini to'xtamasdan to'lsangiz buldu. Keyin undaqda bilet taşlash başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, Nava programmamizga qadam tashrif qilib, esil san'at nomerlari bilan xalqimizga ma'naviy zavq ato qilgan, o'zining go'zal arzu-armonlari uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan har bir mahirimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ular bizning qalbimizda mangu cho'lpon, ular bizning qalbimizda mangu eng yorug' yulduz. Barliq mahirlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizning bu haftalik yıldızımız meydana geldi. Asımgül mübarek olsun. Mübarek olsun. Albatta, inim sizga utuq tilaymiz, xushalik tilaymiz. Yaxshi natijalar sizni kutib turdi, onun ishonchimiz komil. Qani undaqda bizning baholag'uvchilarimizni bu haftalik yulduzimizga Nava lo'ngqisini yetkazib berishga taklif qilamiz. Qani marhamat.